TKT mavzularining ichida ko'p ustozlarni qanchalik o'rganishsa-da eslarida qolmayotgan, testlarda yuzlariga ajin tushirayotgan mavzu bor. Bu ham bo'lsa, albatta approach. Approach atamasi bevosita metod so'zi bilan ekvivalent hisoblanadi va mana shu dars jarayonini umuman olganda tashkil etishda ingliz tili ustozlari o'zi o'quvchini ehtiyojidan kelib chiqib qaysi usulda darslarni o'rgatishsa yoki o'rganishsa mana shu joyda manfaatli bo'ladi degan savolni oldimizga qo'yamizda, ana shu bir qancha, ya'ni 10 dan ortiq mana metodlarni izchil ketma-ketlikda tushuntirib berishga harakat qilaman. Sizga o'rgatmoqchi bo'lgan har bitta metod, ya'ni approach mavzusi meni tilimda o'zini qahramonlariga ega. Qaysidir qismda mavzu yuzasidan savollaringiz ko'payib ketib qolsa yoki men aytayotgan mavzudagi ma'lumotlar ko'payish boshlasa, videoni pauza qilib, subscribe qilib qo'ysangiz, albatta men mana shu joyda doim yoningizda bo'laman. Mavzuyimiz yanada esda qolarli bo'lishi uchun mana shu mavzuyimiz uchun bir qahramonlik rolini beramiz. Mana shu oilada mana shu kim bosh? Albatta bobosi, buvisi va oila kattalari, undan keyin ota, ona kabi demak qahramonlarimiz bor. Aynan mana shu bir oila misolida bugungi approachlar mavzusini ko'rib chiqamiz. Demak, o'zi structural approachni asosiy keywordlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, til bu butun boshli strukturadan iborat. Nimadir o'rganmoqchi bo'lsang, osondan qiyinga tomon yur, xato qilishga yo'l qo'yilmaydi, chunki barchasi controlled conditionda amalga oshiriladi. Og'zaki nutq yozma nutqdan avval o'rganiladi deyilyapti. Demak, shuni esda qolish uchun keling aytsam, demak, bu hovlida men aytganim bo'ladi deganda va controlled conditionda demak oiladagi barcha vazifalarni amalga oshiradi. Demak, bu structural approach. Til bu butun boshli strukturadan iborat degani bu hovlida barcha xatti-harakatlar meni izimim bilan, meni rahnamoligim ostida bo'ladi deganda qattiq turib oladi. Oilada biror kishi xato qilishga yo'l qo'yishi mumkin emas. Oral skills are learned before written skills degani, demak, og'zaki nutq written skillsdan birinchi o'rganiladi deydi. Ya'ni bu degani muomala madaniyat boshqa skilllardan ko'ra, ko'nikmalardan ko'ra oldinroq turadi degan ma'noda ishlatiladi. Va albatta xato qilishga umuman yo'l qo'yilmaydi deganda keywordlar bor. Demak, oila boshi structural approach. Uni asosiy keywordlari eslab qoldingiz-a? Agar esingizdan chiqqan bo'lsa, videoni pauza qilib yana bir marta boshiga kelib olishingiz mumkin. Navbatdagisi bitta yaxshiga bitta yomon deganlardek TBL, task based learning. Bu ana shu oilamizni buvisi, ya'ni ana shu structural approach uchun nima? Umr yo'ldosh sifatida qarasangiz juda ham oson bo'ladi. Bu structural approachga tamomila teskari bo'lib, til o'rganish uchun umuman function bo'lsa, boshqa metod, boshqa til birliklaridan foydalansa bo'ldi deydi-da, erkinlik bilan qaraydi. Ya'ni qarang, bitta yaxshiga bitta yomon deganim, til bu butun boshli strukturalardan iborat deb structural approach aytsa, TBL da bo'lsa, bunga erkinroq qarab turib, qachonki tilni o'quvchilarda functionlar va albatta ba'zi bir til birliklari rivojlansa, uni o'rganish mumkin deganda o'zaro demak yo'l yo'riqlari, metodlari bor. TBL da yana bir boshqa xususiyati language is learned by using it deyilyapti. Qarang, by using it, eslab qolar ekanmiz kelasi sifatda. Structural approachda bo'lsa, mavzularni controlled conditionda amalga oshirib, osondan qiyinga tomon yurasan derdi. Bu bo'lsa, ishlatsa bo'ldi deyapti. Va albatta mana shu TBL ni, demak, structural approachga solishtirganda eng katta xususiyati u aytadiki, darsni tashkil etishda o'quvchilarga muammoli vaziyat taqdim etib, ularga task berib, topshiriq berib, activity berib, ularni biror projektga band qilgan holatda darsni tashkil etsangiz, albatta mana shu joyda TBL, ya'ni task based learning o'zini amaliy funksiyasini bajaradi va mana shu darsdan so'ng o'quvchilar qiynalgan mavzu bo'yicha ustoz xohlasa tushuncha beradi. Agar bu yerda zarurat deb topmasa, demak mavzu tushuntirish shart emas. Demak, tushunarli bo'lyapti degan umiddaman. Agar mavzumiz yoqayotgan bo'lsa, kechikmasdan qo'ng'iroqchani bosib qo'yish, bizning kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Men esa navbatdagi mavzular yuzasidan davom etaman. Ikki oilani, demak, davomliligini ta'minlovchi, ularning birdamligini ta'minlovchi nima narsa yoki kim? Albatta bu yerda farzand. Mana shu structural approach hamda TBL ni umrlarini davomchilari sifatida PPP, ya'ni presentation, practice hamda production approach maydonga keladi. Uni view of language learning ga e'tibor qarasangiz, structures, ya'ni grammar structures and functions are the most important degan. Bu degani otasidan grammar structures o'tgan, onasidan functions mavzusini o'zlashtirgan. Tarkibiy qismga bevosita e'tibor qaratadigan bo'lsak, presentationdan practice'ga, practicedan productionga o'tadigan mavzu bu PPP. Presentation qismida odatda situational presentation, miming ikkita activity bajaramiz. Situational presentation, miming. Mimingni bilasiz, yuz, qo'l, umuman body language yordamida so'zni aytmasdan o'quvchilarga nima qilish?
demak so'zni, jumlani predict qilish uchun yordam berish. Mana men sizlarga bitta miming uchun so'z ko'rsataman, izohlarda yozib qo'yasiz. Demak, aynan mana shu yuzimdagi ifoda bilan yoki qo'limdagi badiiy gestures yordamida qaysi so'zni mana shu joyda miming bilan ifodaladim, izohlarda yozib qo'yasiz. Albatta topganingizga ishonchim komil. Demak, miming hamda situational presentation. Mana shu joyda sizga situational presentation o'zi nima ekanligini tushuntirib bormoqchiman. Bir kuni har doimgidek ishga jo'nadim. Portfelimni oldim, ish joyimga yetib bordim. Maktab ostonasidan kirarkanman, hech kimni ko'rmadim hovlida. O'qituvchilar xonasiga bordim. Har doimgidek narsalarimni o'qituvchi ish stolimga qo'ydim va 7A ni jurnalimni oldim va ana shu belgilangan xonaga dars boshlash uchun kirib bordim. 10 daqiqacha kutdim. Xonada hech kim yo'q edi. Derazani ochdim. Yani negadir hovli jimjit. Angladimki, mana shu joyda xato qilibman. Nima xato qilganman? Ha, albatta, yakshanba kuni maktabga borib qo'yganman. Mana shu joyda, demak, o'zimni hayotimdagi bir voqelikni aytib, sizga bugungi o'rgatiladigan target language ni tushuntirmoqchi bo'lsam, tasavvur qiling. Hozirgi hikoyam orqali past simple ga oid mavzu, ya'ni past simple ga oid situational presentation berdim va aytamanki, mana shu maktabga borib, to yakshanba ekanligini anglagunimgacha qaysi fe'llarni ishlatdim deyman. Bordim, eshikni ochdim, jurnalni oldim, o'tirdim, derazadan qaradim, angladim degan fe'llar bormi? Mana shuni o'quvchilardan eliciting qilamanda, mana shu va dars jarayonini qizg'in tarzda boshlab borishim uchun imkon yaratiladi. Mana shu narsa situational presentation. Demak, o'qituvchi presentation qismida ikkita activity, situational presentation, mimingdan foydalanadi. Practice qismida bo'lsa drill mashqlar bor. Eslasangiz 4 ta drill mashqlar bor edi. Bular tarkibida mahalla-ko'y tengdaniga aytsa, xor bo'lib, jor bo'lib, shuni nomi, demak, qanaqa choral drill. Odatda gruppada hamma teng aytayotgan paytda kimdir tili buralib orqada qolib ketadi, qani sen turchi deb turib, siz bir kishidan so'raysiz, unda individual drill, aktivdan passivga, passivdan aktivga o'tkazish mashqlari, grammatik mavzuni mustahkamlash mashqlari, transformation drill. Bir so'z o'rnida ikkinchisi almashinib keluvchi, masalan, I can go, I can run, I can jump, we can go, he can go, she can go, they can go deb turib aytgan paytimda, demak, gapning egasi kesimida nima bo'lyapti? Almashinishlar bo'lyapti. Mana shu almashinish nomi nima deb ataymiz? Substitution drill deb ataladi. Demak, PPP ni birinchi qismida qaytaryapman. Situational presentation miming, practice qismida drill mashqlarni bajaramiz, production qismida ikkita activity bajaramiz. Bu ham bo'lsa role play bilan hamda information gap activitysi. Albatta mana shu joyda information gap qanday activity? Agar bilsangiz izohlarda keltiring. Sizning izohingiz kimlargadir foydali bo'lishi mumkin. Demak, hikoyaga qaytamiz. PPP ham endi yillar davomida o'zini mana shu til o'rgatishda amaliy funksiyasini bajarib, endi o'zidan nom qoldirmoqchi va albatta mana shu farzandlari o'zidan keyin qiynalmasliklarini xohlabdi u ham. Endi mana shu oilaning nabirasi erkatoyi uyam voyaga yetib, allaqachon uylanib, demak, yangi ro'zg'or qilib chiqayotgan function haqida gaplashar ekanmiz. Functionni tarkibiy qismiga e'tibor bersangiz, juda yuqoridagi qardoshlarga o'xshab ketadi. Nimasi bilan desangiz, men asosiy xususiyatlarini aytib olayin, keyin qaysi tomondan ular qardoshlarga o'xshashligi haqida aniq ma'lumot aytaman. Function bu yangi ro'zg'or qilgan o'g'il deb turib nomlab olasiz. U, demak, osondan qiyinga qarab yuradi desa, bu xuddi bobosidan, ya'ni qaysidir qismda structure approachdan o'tgan. Mavzularni tushuntirayotgan paytda albatta ular ma'lum bir kategoriyalarga bo'linadiki, u kategoriyalarda mavzular sodda, aniq va tushunarli tahlil qilinishi kerak. Function bugun bitta mavzuni, masalan, greeting o'tilsa, ertaga apologizing, indinga asking help bo'lsa, keyingisiga giving help tarzida namoyon bo'ladi. O'zini hech qanday practice activities yo'q. O'zingiz ham tan oling. Yangi ro'zg'or qilsa, albatta ro'zg'orda kamchilik bo'ladimi? Bo'ladi. Mana shu ro'zg'or kamchiliklarini to'ldirish uchun, ya'ni practice activity'larni hech ikkilanmasdan otasidan oladi. Ya'ni otasi kim edi? PPP. Ya'ni PPP tarkibidagi presentation qismidagi umuman olganda situational presentation, miming, drill hamda role play information gaplar bevosita mana shu function mavzusida aks etadi. Ba'zida demak ro'zg'orda kamchilik bo'lsa, boy qo'shnisi communicative approach yo'liga ham chiqishi mumkin. Ya'ni function o'zi, e'tibor qarating,
osondan qiyinga qarab mavzular o'tiladi, sodda tarkibiy qismlarga bo'linadi deyiladi. Boshqa uni eslab qolishimiz mumkin bo'lgan joyi yo'q. Faqat functions are the most important in language learning degan alohida keywordi bor xolos. Endi view of language learning qanday desa, ota uyda ko'rganini qiladi. Bu degani PPP bilan, demak view of language learning bir xil. Endi baribir qiziqayotgan bo'lsangiz kerak, yangi ro'zg'or bo'lgan bu o'g'il kimga uylangan desa, shu kelinimiz juda ham mashhur. Bir so'z bilan tanib olasiz, unutmaysiz deb aytaman. Uni nomi lexical approach, ya'ni Lexis deyiladi. Buni test jarayonida umuman ishlayotgan paytingizda topib olishingiz juda ham oson, chunki chang deb turib kelasiz so'z aytadi. Lexis deydi, sinonimlik deydi, antonimlik hamda fixed expressionlar, idiomalar, common expressionlar, dars jarayonida everyday expressionlarni o'tib dars o'tdim. Affixation, prefix, suffixlarga bo'lib so'zlarni yodlatib dars o'tdim desak, hech ikkilanmasdan nima qilamiz? Mana shu Lexis atamasini olamiz. Ya'ni oila a'zolarining ichida tanib olishimiz mumkin bo'lgan bu yangi kelin. Mana shu Lexis. Xo'p, buni yana bir xususiyati bormi desangiz, shu kelinimiz inyaz bitirgan. Nimaga inyaz bitirgan desam, mana shu kiygan liboslari turetskiy bo'ladi, ya'ni original bo'ladi. Ya'ni til materiali sifatida doim authentic materiallardan foydalanadi. Authentic degani nima degani desangiz, authentic bu til sohiblari uchun mo'ljallangan gazeta, jurnal, video, audio materiallarni demak ikkinchi til o'rganuvchilar uchun sinfda til materiali sifatida foydalanadi. Ya'ni original so'zlardan foydalanadi. Shuning uchun Turetskiy original tovarlar oladi deb turib sizda eslab qolish uchun shunaqa o'xshatishlarni topdim. Agar zerikmagan bo'lsangiz, navbatdagi qismlar bo'yicha davom etamiz. Agar eslab qolishingizga zarurat deb topsangiz, videoni bitta pauza qilib, boshdan qismlarini not qilib olsangiz bo'ladi. Men esa boy qo'shni deb tanishtirgan communicative approach bo'yicha eng asosiy terminologiyani boshladim. Communicative approach nimaga boy qo'shni deymiz desa, boyligi mana shu o'zini tarkibiy qismidagi language birliklarini o'z demak nazoratida birlashtira olganligida, ya'ni grammani, leksisi, to'rtta skillni hamda phonology ya'ni til birliklarini o'zida mujassamlashtirganligi uchun uni boy qo'shni deb ataymiz. U hozirgi zamon trend mavzusi bo'lib, demak asosiy til o'rgatishda interaction patterns, ya'ni pair word, group word, team worddan keng unumli, samarali qo'llanadi. Xuddi TBLda eslasangiz, language is learned through using deb aytilgan bo'lsa, communicative approachda bo'lsa, language is learned through interaction degan, demak alohida keyword bilan ataladi. Albatta mana shu joyda alohida keywordlar bilan yozib qo'ysangiz yoki alohida belgilab qo'ysangiz ham yaxshi bo'lar edi. Fluency is more important than accuracy degan kaliti so'z bor. Bu so'zni eslab qolishingiz uchun yonida kaliti so'zi bor. Demak, og'zi qiyshiq bo'lsa ham boyi bolasi gapirsin degani. Bu degani nima desangiz, grammatik xatolarga to'la bo'lsa-da, nutqni ifodalash muhim degani. Ya'ni haddan tashqari grammatikaga fokus qilib, bu yoqda nutqni tarkibiy qismidagi ishonch tushib ketmasligi kerak. Xatolarga to'la bo'lsa-da ham, so'zlarda kamchiligi bo'lsa ham, gapirish muhim, ma'noni yetkazish muhim degani. Ba'zida testda chalg'itib qo'yish uchun, demak sizni o'rni ba'zida nima qilishadi? Test mazmunini almashtirib qo'yishadi. Ya'ni accuracy is more important than fluency deb qo'ysa, shoshilib communicative approach belgilab qo'yman. Bu joyda u grammar translation metodga o'tib ketadi. Ya'ni fluency is more important desa, e'tibor bering. Keyin biz nimani olishimiz kerak? Eslab qoling. Fluency is more important desa, keyin mana shu joyda biz bemalol demak communicative approach tanlashimiz kerak. Lekin mana shu joyda fluency is less important than accuracy desa yoki accuracy is more important than fluency desa, hushyor bo'lishimiz kerak. Bu joyda testni kaliti sizni chalg'itib grammar translation metodga o'tib ketayotgan bo'ladi. Eslab qoldingiz albatta. Mana shu demak communicative approachni yana eslab qolishingiz shart va majbur bo'lgan joyda bu ham xuddi mana lexical approach singari Turetskiy materialdan libos kiyadi, ya'ni til materiali sifatida authentic materiallardan keyin qo'llaydi. Va mana shu xususiyati bilan approachlar ichida lexical approach hamda communicative approachlar alohida xususiyatga ega hisoblanadi. Demak, navbatdagi qism o'zi men aytayotgan hikoyalarda o'zaro zanjir sifatida bir-birini ulanganidan ham sezib turibsiz. Demak, navbatdagi mavzu grammar translation method, uni qisqartmasi GTM. GTM ya'ni abbreviation holatda grammar translation method GTM tarzida ifodalanadi. Buni xuddi lexical approachga o'xshab bir so'zlik taniqli joyi bor. Masalan, qashqasi bor otni uzoqdan ham ko'rib taniganingizda grammar translation method uchun demak eslab qoladigan keywordingiz rules deyaveradi. Ya'ni qayerda bo'lsa ham
test tarkibida qoidalar, ularning tarjimasi L1 dan L2 ga, L2 dan L1 ga tarjima va eng muhim joyda learning list of words by heart deb qo'yadi. Ya'ni learning list of words by heart. So'z yodlash desa, ko'pchiligimiz chalg'ib turib lexical approach deymiz. Aynan mana shu joyda lexical approach emas, balki so'z yodlash, uni bir tildan ikkinchisiga tarjima mashqlari doim grammar translation metodda bo'ladi. Xo'p, bilyapman mavzuyimiz yuki bor, lekin men aytayotganda hikoyalarni o'zaro bir-biriga ulab, aynan mana shu joyda o'zingiz uchun qahramonlarni yaratib olsangiz, barchasi osonlashadi. Men yana navbatda sizga ikkita o'xshash mavzuni va bitta alohida xususiyatga ega bo'lgan approachlarni aytib o'taman. Mana shundan so'ng demak bitta xulosalab olamiz. Xo'p, navbatdagi approach content based approach. Content o'zi content so'ziga sinonim qilib yozib qo'ysangiz bo'ladi daftarning chekkasiga. Topic degani, ya'ni topic based approach. Asosan maktab o'quvchilari va boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun mo'ljallangan bu approach o'quvchilarga qiziq bo'lgan mavzularni jamlab, ana shu mavzular asosida dars o'tadi. Ya'ni o'quvchilarning cognitive developmentini, ya'ni bilishga oid ko'nikmalarni rivojlantirish orqali kuchayadi. Bu bilan nima demoqchiman? Men aytmoqchimanki, o'quvchilarni, masalan, teenagerlarga nima mavzu qiziq? Fashion qiziq, technology qiziq, sport qiziq, gadjetlar qiziq. Aynan ular uchun qiziq bo'lgan mavzularni til o'rganish materiali sifatida darsliklarga jamlansa, ana shu metodning nomi demak content based approach. Bu ko'pincha maktab mavzulariga aloqador bo'lganligi uchun demak asosan maktab va boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun mos metod hisoblanadi. Endi biz o'rganayotgan ingliz tili ma'lum bir soha vakillariga ham ixtisoslashgan bo'ladi. Bunda doktorlar uchun maxsus ingliz tili, biologlar uchun maxsus ingliz tili, umuman olganda buxgalteriya fan vakillari uchun, iqtisodchilar uchun mo'ljallangan kurslar bor. Bu kursda nima qilinadi desa, ana shu fanni chuqur o'rgatish orqali, ya'ni ana shu soha vakillari uchun reading materiallarni ungraded deb ketaman, qayli so'z. Ungraded, ya'ni materiallarni soddalashtirmasdan chuqur reading yordamida umuman olganda til ko'nikmalarini rivojlantirib, sohaviy ingliz tili, ESP, English for Specific Purpose deb turib qayli so'z sifatida keladi. Ya'ni CLIL deb ataymiz, Content Integrated Learning deb ataymiz. Bu degani o'sha boshqa soha vakillari uchun ingliz tilini o'qitish demakdir. Asosiy kalit so'zlari language ungraded bo'ladi, material chuqur o'rgatiladi, o'zini sohasini o'rgatish orqali til o'rgatiladi degan mazmun kelsa, hech ikkilanmasdan qaysini olar ekanmiz? CLIL mavzusini olamiz. Yuqorida sanab o'tgan mavzular barchasi katta yoshdagilar uchun edi. Yosh bolalar, umuman o'quvchilar, boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun ham mos approach bormi desa, hech ikkilanmasdan ayta olamiz, ha bor. Buni nomi Total Physical Response, TPR deb ataladi. Bunda til o'rganish jarayonida bevosita body language, ya'ni tana harakatlari ham hamohang tarzda ishlatiladi. Demak, miming, body gestures, umuman olganda qo'l gesturalari aktiv holatda o'rgatiladi. Bilasizmi, bir boshlang'ich sinf o'qituvchilari doim til o'rganayotgan paytda darsda o'tirganlarni ko'rmaymiz. O'sha o'quvchilar bilan teppa-teng jump, run, eat, run, demak umuman olganda activity field darslar bor. Balki shuning uchun ham boshlang'ich sinf o'qituvchilari orasida, balki shuning uchun ham boshlang'ich sinf ustozlar orasida ortiqcha vazn bilan qiynaladiganlar yo'q. Demak, TPR bevosita jismoniy harakatlar bilan bir qatorda, demak, tilni o'rganish jarayonini o'z ichiga oladi. Adashmasam yakunlay deb qoldim. Bu yerda barcha approachlarni birlashtirib, hammasidan eng asosiylarini o'rganish uchun demak jamlangan approach nomi eclectic approach, ya'ni mixed, aralash approach yoki aralash metod nomi bilan ham yuritiladi. Esda qolish uchun bir marta qahramonlarimizni yuqoridan sanab o'taman. Demak, oilani bobosi, oilada demak mana shu tinchlikni ta'minlovchi, hammani ustidan nazorat qiluvchi qaysi approach edi? Structural approach. Uni asosiy xususiyatlari demak, mavzuni o'rgatayotganda osondan qiyinga tomon yurish, xato qilishga yo'l qo'ymaslik, butkul nazorat ostida til o'rgatishni ta'minlash, og'zaki nutqni writingdan keyin o'rgatish kabilarni o'z ichiga oladi. Undan keyin uni ayoli umr yo'ldoshi sifatida TBL, bu muammoli vaziyatni darsga taqdim etish orqali, o'quvchilarni task bilan, proyekt bilan band qilib qo'yish orqali dars jarayonini tashkillashtirish, ularni o'g'illari PPP. PPPda demak umuman presentation, practice, production approachlari bor. Unda qanday atamalar, mashqlar borligini albatta eslasangiz izohlarga yozib o'tib keting. Navbatdagisi endi uni oilasidan, demak, bizni erkatoq kelinimiz Turetsky kiyim kiyadigan lexical approach, yangi ro'zg'or qilib ana shu lexical approach bilan umrguzaronlik qilayotgan approachimiz bu function, uni boy qo'shnisi communicative approach, unga qaslashib
demak tagiga suv quyib turadigan qo'shnisi bu Grammar Translation Method. Ana shu approachlardan biri demak Topic Based Approach, ya'ni Content Based Approach nomi bilan mashhur. Boshqa soha vakillari uchun til o'rgatadigan bo'lsak, Clear yordamida o'rgatamiz. Mana shu approachlarni bolalarga moslashtirganimiz TPR va barchasini birlashtirib o'zimizga yoqadigan approachlarni eng maqbul xususiyatlarini olib dars jarayonini tashkil etsak, mana shu jarayon albatta Eclectic Approach Mixed Approach nomi bilan yuritiladi. Albatta mavzuyimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang va izohlarda bizdan yana qanaqa mavzularni tahlil qilib berishimizni yoki qanday test turi bo'yicha namunalar berishimizni xohlayapsiz, izohlarda keltirib o'ting. Yana ko'rishamiz.